Yuragingiz hozir shuv etib ketdi, a? Domla pochcham tilovat qilganlarida siz nima bo'lsangiz, men ham shu-da, o'rgilay. O'rtada bitta boy oshiqcha deng, o'rgilay. Ha, o'rtoq. Qaynonangizni hushmozlar kelmaydi. Yergina yutkur pirlarnikiga ketgan. Hali zamon kelib qoladi deb uyoq-buyoqlarga qarab qo'yayotgandi. Yana og'zi o'lgur eski qopdek ochilib ketmasin deyman-da. Nimasini aytasiz? Bir jahllari chiqqandan keyin peshonalari sanachday tirishib ketadi jodigan. Sharvi yutgan mushukdek ko'zlari yiltillamay o'ysin. Olma. Boyata, otlarni tayyorla. Xo'p bo'ladi. Asqarjon, Lapay, xizmat choponimni keldi. xo'p bo'ladi. Yaxshi bo'l. Gadoyni qizi, sen nimanga bino qo'yasan? Husningami? Chiroylingmisan? Xunuksan, bedavosan. Oynakka qara, labing do'rdoq, ko'zlaring g'ilay, ajina boshqday yuzlaring bor. Xunuksan, bedavosan, bo'yningga ol, xunukman de. Gapir. Xunukiman, ayajon, xunukiman. Kim bor? Voy, Hayajonlarim. jazmangiz. Men Xolmatjonman. O'zingizmisiz, ayajon? Keling, Xolmatjon aka. Qadamingizga hasanot. Ayajon. Keling endi bunda bir husni jamolingizni bir ko'rsating. Bu zang bosgan dillarimiz bir yaltirab ketsin. Ayajon. Hech to'ymas ekansiz-da. Mana. O'zim to'ysam ham ko'zim to'ymaydi-da, ayajonim. Gapira qoling. Boyatangiz yuborgandirlar-da. Boyotangizni qo'yib turing. Ha bu vaslingizdan judo bo'lganimga rosa 3 kun bo'ldi-ya. Ilondek to'lg'anib chiqyapman. Menday bir benivoq pulingizga hadeb adovat qilavermang, xonim.